Ko'pchilik akalarimiz Gentriga Captiva perdelka qilib beramiz deb aytsak, shtogi bilan qo'yiladi deb o'ylar ekan, lekin shtogi bilan qo'yib bera olmaymiz. Sababi bu silindri qo'yiladi, silindriga mana yangi porshinlar bilan Gentrani o'zini shtogiga yig'ib qilib beramiz. Agar biz Gentrani korpusiga Captivani silindri bilan shtogini qo'yadigan bo'lsak, moy kam ketadigan bo'lib qoladi. Arximed qonunini hamma biladi. Suyuqlikka botirilgan jism o'z hajmiga teng suyuqlikni siqib chiqaradi. Moy kam bo'lganidan keyin lo'q-lo'q paydo bo'lishni boshlaydi, orada pustata paydo bo'ladi, bo'shliq paydo bo'lgandan keyin har xil noxush holatlarga olib keladi. Captivani yuzasi katta bo'ladi. Yuzasi kattaligini hisobiga planliroq ochib yopadi. Amortizatorda ikkita положениеda ishlaydigan klapan bor. Ikki xil положениеda ishlaydi umuman amortizator. Shu birinchi klapanda mashina planli mayda-chuydaning yutib yuradi. Katta yama yo katta politsiyskiga kelganda ikkinchi klapan ochilish kerak bo'ladi. Birinchi klapandan ikkinchi klapanga o'tish переход paytida Captivani yuzasi kattaligini hisobiga planliroq переход beradi. Bu Gentraniki ham yomon emas, faqat bunda ikkinchi klapanga riskiroq o'tganning hisobiga plavnost kamroq bo'ladi.